Demak, ikkinchi testimizni yechimlari. Y teng k taqsim 1011 k plus 1 uchun k teng 2 bo'lsa, ning qiymatini toping. K 2 bo'lsa, mana bu y ning ko'rinishi 2 taqsim k ni o'rniga 2 qo'ysak 2022 qo'shilgan 1 bo'ladi. Y shunga teng ekan. Topishimiz kerak x teng 1 minus 2021 taqsim 2023 umumiy xaraj 2023 bo'lsa, 1 ni 2023 taqsim 2023 deb yozsak bo'ladi. Minus 2021 bo'lingan y qo'shilgan 2022 teng. 2023 dan 2021 ni ayirsam 2 qoladi. 2 taqsim 2023. Xo'sh, mana bu y 2 taqsim 2023 chiqadi o'zi. Maxraj 2023 bo'ladi-ku. Y ga bo'lish degani buni teskarisiga ko'paytirish. 2023 taqsim 2 qo'shilgan 2022. Mana ikkalasi qisqarib 1 ni hosil qiladi. 1 ga 2022 ni qo'shsak 2023 degan narsa hosil bo'ladi. Yangi qurilgan ko'p qavatli uylar 1 dan 100 gacha sonlar bilan belgilangan. Raqamlar yig'indisi o'zaro teng bo'lgan eng ko'p xonadonlar nechta? Masalan, birinchi xonadonning raqami 1. Buni raqamlar yig'indisi ham 1. Ikkinchi xonadonning o'zidan 2. Masalan, 17-xonadonning raqamlar yig'indisi 1 qo'shilgan 7 bo'ladi, 8 bo'ladi. 43-niki esa 4 qo'shilgan 3 bo'ladi, 7 bo'ladi. Mana shu yig'indilar deyapti. Mana bunaqa yig'indisi bir xil chiqadigan eng ko'p xonadonlar nechta deb so'radi. Yig'indilar o'zi necha xil bo'lishi mumkin? Eng kichkinasi 1, undan kichkinasi yo'q. 00-xonadon yo'q-ku. Eng kattasi 99 olganimizda yig'indisi 9 qo'shilgan 9 bo'ladi, raqamlar yig'indisi 18 ni beradi. Ya'ni 18 dan katta qila olmaymiz, 1 dan kichkina qila olmaymiz. Endi 18 qilishimiz uchun 99 kerak, unaqasi bitta. Birlar lekin 3 ta. Mana 1, 10, 100. Bularni raqamlarni qo'shsak hammasi 1 chiqaveradi. Ikkilar ham bor. Masalan, 11-xonadon bor, 2-xonadon bor, 20-xonadon bor. Bularniki 3 tadan chiqyapti. Nechaniki eng ko'p? Xo'sh. Masalan, kichkinalar demak kam bo'ladi, eng kattasi ham kam bo'ladi. O'rtalardan ko'ramiz. Masalan, raqamlar yig'indisi 7 bo'ladiganlarni ko'raylik-da. 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da chiqyapti. Bu 7 mana bu o'rtachadan kichkinaroq. O'rtasidan ko'raylik. 9. Bundan ko'proq chiqish kerak. 9. 9, 18 kattaroq raqam qatnashyapti. Mana 7 da masalan 8, 9 ishlatib bo'lmaydi-ku. Ko'proq raqam qatnashsa, ko'proq yig'inda chiqadi. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 desam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta chiqdi. 10 ta degan javob bor. Yana kattasini izlab ko'ramiz. Masalan, 10 chiqadiganlar. 10 chiqadiganlari bundan kam bo'lar ekan. Chunki mana 10 ni o'zi 19, 28, 37, 46, 55 deymiz-ku. Hozir xuddi mana ular teskarilari yoziladi. Mana 4 tasini teskarilari. Oxirida 10 ga sherik bo'lib 100 yozilsa, 5 tasiga ko'proq chiqar ekan qaytaga. Yo'q, 10 raqamlar yig'indisi 1-ku. Chiqmay qolar ekan. 19, 28, 37, 46, 55. Keyin mana 4 tasini teskarilari. 91, 82, 73, 64 deganlar.
Shunda yana 9 ta bo'lib qoldi. Demak, eng kattasi raqamlar yig'indisi 9 yasaganimizda 10 ta chiqar ekan D javob. Kalitda ham shunday berildi adashmasam. Birinchisi 2023 bo'lgan. Ikkinchisida bug'doy namligi 23% edi, u quritilgach namligi 12% ga tushdi. Bug'doy massasi necha foizga tushdi? Namligi 23% edi. Bug'doyni jami og'irligini 100x deb o'ylasak, namligi 23% degani buni 23x namlik, undan qoladi 77x o'zini quruq holati. U quritilgach namligi 12% ga tushdi. Quruqligi o'zgarmaydi. Ya'ni mana bu 77x degan narsa hali o'zgarmadi, lekin namlik endi 12% bo'lsa, bu narsa 88% bo'lishi kerak. Bug'doyning massasi necha foizga tushdi? Xo'sh. 88% 77x ekan. Bunda xo'sh. 88% 77x bo'lsa, yana 12% qolyapti. Birga qisqartirsam 7x teng 8%, x teng 8 taqsim 7%. X 8 taqsim 7% bo'lsa, boshida x 1% edi. Bug'doy massasi necha foizga tushdi? Buni boshqachasiga ishlab ko'ramiz. To'g'ri ishlayapmiz nazariyasi. Bug'doy namligi 23% edi, u quritilgach namligi 12% ga tushdi. 100x bo'lgan bo'lsin. 23x edi. Hozir 12x qoldi-da. 77x, mana 23x namlik bo'lgandan keyin 77x bug'doyni quruq holati edi. Hozir 12x qoldi namlik. Shunga 12x ni qo'shsam 89x chiqadi-ku. 89x chiqadi. Jami 100x dan 89x qoldi-da. 100 kilodan 89 kilo qoldi degandek gap. Necha foiz tushadi? 11% tushadi. Hozir men 100x emas 200x deb ishlaganimda 178x qolardi, keyin 22x ga kamaygan bo'lardi. Bu baribir 11% ni beraveradi. Bog'dagi katta bir xodani 7 bo'lakka aralash uchun 42 daqiqa kerak. 7 bo'lakka aralash uchun mana katta xoda 7 bo'lakka aralash uchun 6 ta joydan kesamiz bilamiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta joydan kessam bo'lakchalar 7 ta bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unda 6 ta joyga kesishga 42 minut ketsa, har bitta joydan kesish uchun 7 minut ketadi. 5 ta bo'lakka aralash uchun 4 ta joydan kesish kerak. Har biriga 7 minutdan vaqt ketsa, 28 minutda demak bo'lib bo'ladi ekan. Katta aravada n ta yo'lovchi bor edi. Dastlab 2 bekatning har birida m nafardan yo'lovchi. Demak, aravadan tushdi. Ayirib tashlaymiz 2m. 3-bekatda hech kim tushmadi, lekin bir necha kishi chiqdi. Katta odam chiqqan bo'lsin. Yo'q, katta odam qoldi debdi, boshqa harf ishlataylik. X ta odam chiqqan bo'lsin. Shundan so'ng yo'lovchilar soni k nafar bo'ldi. Odam chiqsa qo'shiladi-ku, shuning uchun plus x bo'ldi. K ta qoldi. 3-bekatda qancha odam katta aravaga chiqqan? Demak, x ni so'rayapti. X teng k qo'shilgan 2m, 2m qo'shishga o'tkazsak bo'ladi-ku. Minus n. K minus n qo'shilgan 2m bilan biz javobimiz bir xil. Ushbu ifoda n ning nechta natural qiymatida ko'p xat bo'ladi? Demak, ko'p xat bo'lish sharti daraja manfiy bo'lmasligi kerak, butun bo'lishi kerak. 117 ayrilgan
n katta yoki teng 0dan n kichik yoki teng 117 dan n minus 11 katta yoki teng 0 n katta yoki teng 11 dan. Demak 11 javobga kiradi, 117 ham kiradi. Nechta son bor shu yerda? 1 dan 117 gacha sanaganimda o'zi 117 ta son bo'lardi. Shuning ichidan 1 dan 10 gacha chiqib ketyapti. 11 dan boshlab hammasi bor. 10 tani chiqarib tashlaymiz, 107 ta son desak bo'ladi. Ikkita parallel to'g'ri chiziqlar berilgan bo'lib, ularning bittasida 5 ta, ikkinchisida 4 ta nuqta belgilangan. Ular nuqta bo'lgan burchaklar nechta? Mana parallel chiziqlar. Parallel chiziqlar. Parallel chiziqni ham dabdala qildik. Ana parallel chiziqlar. Bittasida 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5. İkincisida 4 ta nuqta belgilangan. Uchlar nuqtalar bo'lgan uchburchaklar nechta? Uchburchakning asosi pastda bo'lsin, ana 5 ta nuqta olgan tomonida bo'lsin. Shu 5 ta nuqtadan ixtiyoriy ikkitasini tanlasam, tepadagi 4 ta nuqtadan ixtiyoriy bittasini tanlasam, 5 dan 2, 4 dan 1 guruhlashda bo'lyapti. Bittasini tanlasam, uchburchak bo'ladi. Qanaqa? Pastdan 2 ta, tepadan nuqta olinsa, mana bunaqa uchburchak chiqadi. Mana masalan mana uni tanladim. Bu yerda mana bilan mana uni tanladim. Mana uchburchak. Yoki buni o'rniga mana uni tanlaganimda mana uchburchak chiqardi. Shunaqa uchburchaklar soni S5 dan 2 ko'paygan, S4 dan 1 qo'shilgan. Endi mana bunaqa uchburchaklarni sanaymiz. Uning uchun 4 tadan 2 ta olishim kerak. 5 tadan 1 ta olishim kerak. S5 dan 2 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 2 faktorial. S4 dan 1 4 chiqadi bilamiz. S4 dan 2 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial. Ko'paygan 5 tadan elementdan bittadan 5 ni o'zi teng. 10 ko'paygan 4 qo'shilgan 3 karta 12 2 o'zak 5. Demak 6 ko'paygan 5 teng 30 40 70. Javob bo'lar ekan. Raqamlardan ularni takrorlamay tuzilgan 9 xonali sonlar ichida 2 va 5 raqamlar yonma-yon turadiganlar nechta? 2 va 5 yonma-yon tursa, bir-biridan ajramasa, bularni bitta narsa deb olsak bo'ladi. Shunda bizda 1 2 5 bitta bo'lib ketdi. 3 4 6 7 8 9 degan 8 ta narsa hosil bo'ldi. 8 ta element deylik. Shundan baribir 2 bilan 5 ikkita raqam-ku, ikkita xonani band qilib turadi. 9 xonali son chiqadi. Bularni o'rinlashtirishlar sonini topamiz ekan. Demak 8 element o'rinlashtirishlar 8 faktorial ko'paygan 2 bilan 5 ni 2 oldinda 5 orqada turishi yoki 5 oldinda 2 orqada turishi ikkita variant bo'lgani uchun 8 faktorial ko'paygan 2 degan javob bo'ladi. O'rinlashtirishlar qoidasi shunchaki n elementniki n faktorial bo'lishini bilamiz. O'lcham bo'lgan to'g'ri to'rtburchak 32 ta kvadratchalarga bo'lingan. Kvadratchalarning tomonlari bo'ylab yurganda A-dan B ga borish uchun eng qisqa yo'llar soni nechta? A-dan B ga borish uchun eng qisqa yo'llar faqat o'ngga va tepaga yurish kerak. Orqaga yoki pastga yursa yo'l uzoqlashib ketadi. Demak, yo'llarni sanaymiz mana bunday. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. 8 ga 4 ga tek deb aytilgandi o'zi. 8 ga 4 ni qo'shamiz 12. Ana shu 12 ta yo'lni bosadi u. 1 2 3 4 5 6 ga o'xshagan 12 ta yo'lni bosadi. Qanchasindir 8 yo'nalishda, qanchasindir 4 yo'nalishda. Teng 8 faktorial 12 faktorial qisqarsa 9 10 11 12 taqsim 4 faktorial degani 6 ko'paygan 4 desak 12 bilan 6 2 qoladi, 2 qoladi, 5 qoladi. 9 kere 5 45, 11 ga ko'paytirsak 495.
Javob. 2 buyumdan birining 10tasi 1 dinor, ikkinchisining 15tasi 1 dinor. 1 dinorga kelib buyumdan bir xil miqdorda nechta donadan sotib olish mumkin? Buni 10tasi 1 dinor, ikkinchisining 15tasi 1 dinor. Demak, mana 10 ta bitta buyum x dinor bo'lsa, 10tasi 1 dinor deb aytsak-a, unda x, ya'ni bittasining narxi 1 taqsim 10 dinor bo'ladi. Xuddi shunday y bittasining narxi 1 taqsim 15 dinor bo'ladi. 15tasi 1 dinor bo'lgandan keyin bittasi 15 taqsim 1 dinor bo'ladi. Xo'sh. Bizda 1 dinor pul bor. X bilan y dan nechtadandir sotib olishimiz kerak? Bir xil miqdorda olishimiz kerak ekan. Xo'sh. 1 dinor 1 dinorga ikkala buyumni bir xil miqdorda nechta donadan sotib olish mumkin? Tengimasi mana bunda yozsam shuni. X qo'shilgan y dan nechtadandir olaman bir xildan 1 dinor chiqishi kerak. Demak, 1 taqsim 10 qo'shilgan 1 taqsim 15 n teng 1. 30 ming maxraj bo'ladi-ya. Bunisiga 3 ta, bunisiga 2 ta. 5 taqsim 30 ko'paygan n teng 1 chiqishi kerak. Bu 1 taqsim 6 ko'paygan n teng 1 degani bundan n teng 6. Ya'ni har biridan 6 tadan olish kerak ekan. Tekshirib ko'ramizmi? 10tasi 1 dinor bo'lsa, 10tasi 1 dinor bo'lsa, 6tasi 6 taqsim 10 dinor bo'ladi. Uni 15tasi 1 dinor bo'lsa, 6tasi 15 dinor bo'ladi. Qisqartirganimizda 2 ga 3 taqsim 5, 3 ga qisqarsa 2 taqsim 5. Mana 5 taqsim 5 rostdan 1 dinor chiqdi. 6 ta olish kerak ekan. 1 kilogramm, 3 kilogramm, 5 kilogramm, 7 kilogramm, 9 kilogramm toshchalar bor. Bular yordamida palal tarozi necha xil og'irlikni o'lchay oladi. Demak, o'zi aslida 1, 3, 5, 7, 9 elementli to'plamni nechta qism to'plam bor degan savolga tushish kerak edi. 2 darajasi 5 deb 32 derdik, lekin bu yerda 1, 3 va 5 ni yig'indisi 9 ni beradi. Ya'ni biz 9 ni qo'ysak 9 kiloni tortamiz-ku. 1 ni, 3 ni, 5 ni qo'ysak ham 9 kiloni tortamiz-da. Shunda bu ikkalasi bitta narsa bo'ladi-da, bizning variantlarimizni kamaytiradi. Endi ana shu 1, 3, 5 orqali tuzilgan boshqa variantlar ham yo'qolib ketishi kerak. Ya'ni 2 darajasi 3 teng 8 ta. 32 dan ayiramiz 8 ni. Shuncha variant yo'q-da, uni 9 ni o'zi hal qilib qo'ygan. 24 ta qoladi. Keyin qism to'plamlar sonini sanagan paytimiz bo'sh to'plamni ham kiritardik. Lekin biz 0 kilolik narsani tortib o'tirmaymiz. Uni ham chiqarib tashlaymiz. Demak, 23 ta xil narsani tortish mumkin. Bir xatlardan nechta ko'p xat tuzish mumkin? Bu yerda bir xatlar umuman bir-biri bilan bir xil emas. Ko'p xatda kamida 2 element bo'ladi. Hozir yana buni boyagi qoida bo'yicha ishlasak 1, 2, 3, 4, 5 ta element bor ekan. Qism to'plamlar soni 2 darajasi 5 teng 32 ta ko'p xat tuzish mumkin. Qanaqa ko'p xat? Hammasini qo'shsam bitta ko'p xat. Qaysidir bittasini chiqarib tashlasam, qolgan 4 tasini qoldirsam, uni 5 ta varianti bor. Mana 5 ta ko'p xat. Keyin buni 3 taliklari, 2 taliklari bor. 3 taliklarinisi 5 tani 3 deb hisoblab ko'rsam, demak 10 ta chiqadi. 2 taliklari ham 10 ta chiqadi. Qo'shsam 26. 2 taliklari mana bu formuladan-da. Xo'sh, lekin biz buni qanday ishladik? Jami 32 ta bo'lish kerak edi. Ichidan bittaliklar chiqib ketadi. Bitta bir xat tursa ko'p xat deyilmaydi-ku va bo'sh to'plam chiqib ketadi. 26 ta qoladi xohlasak bu usulda,
Xohlasak mana bu usulda ishlashimiz mumkin. Baribir 26 degan javob beradi. Kasrni qisqartiring. Demak, surat ko'paytirishga arzimaydi, hamma biladi. X kvadrat minus x plus 1 diskriminant bo'lgan kichkinaligidan. Mahrajni esa x4 qo'shilgan 2x kvadrat qo'shilgan 1 minus x kvadrat desak, mana bu narsa x kvadrat plus 1 ni kvadrati va minus x kvadrat turibdi. Va bu a kvadrat minus b kvadratga o'xshab turibdi. A plus b, a minus b ko'rinishda ajratsak, x kvadrat qo'shilgan 1 minus x, x kvadrat qo'shilgan 1 plus x. X kvadrat minus x plus 1 teng. Demak, mana ikkalasi bir xil qisqarib ketadi. 1 taqsim x kvadrat plus x plus 1 degan narsani berar ekan. Bu b javobda bor ekan. 14 n ning nechta butun qiymatida kasr butun son bo'ladi? N kvadrat plus n minus 2n minus 2 plus 5 taqsim n plus 1 yozsak, nimaga bunday qildim? Minus n bor edi. Men ataylab n kvadrat plus n hosil qilib oldim. N plus 1 bilan qisqarish uchun. Keyin minusdan 2n plus 2 hosil qilib oldim. N plus 1 bilan qisqarish uchun. Keyin 5 qolib ketdi alohida. To'g'rimi? Mana shu ifodadan soddalashtirsam tepadagini beradi-ku. Men yozgan bilan suratdagi narsa bir xil. N kvadrat plus n plus 1 bilan qisqartirsak n qoladi. Minus 2n, minus 2 ni minusni chiqarib yozsam, suratda mana alohida kasrga ajraganda 2n plus 2 bo'ladi. Chunki oldidagi minus ikkalasiga ham ta'sir qiladi. N plus 1 bilan qisqarganda minus 2 qoladi. Plus 5 taqsim n plus 1. Endi 5 ni bo'luvchilari faqat 1 va 5. Butun degani uchun minus 1 va minus 5 ni ham qo'ysa bo'ladi mahrajga qanaqadir holda. N o'rniga demayapman, mahrajni shunaqa son qilish mumkin. Masalan, minus 2 qo'ysak n o'rniga minus 1 chiqadi. Minus 6 qo'ysak minus 5 chiqadi. 0 qo'ysak 1, 4 qo'ysak 5. Ana shu 4 ta holda butun chiqadi, undan boshqa variant yo'q. Jami 4 ta. Ni hisoblang bunga. Buni hisoblab o'tirmaymiz. Javobni belgilayinglar deb aytdim. Kamayuvchi 41 ga kamayib, ayriluvchi 34 ga oshsa, ayirma qanday o'zgaradi? Mana a minus b teng s chiqib turdi. Kamayuvchi 41 ga kamaysa, a ayrilgan 41. Ayriluvchi 34 ga oshsa, minus mana b o'zgaryapti. B qo'shilgan 34 bo'lyapti. Javob qanday o'zgaradi deyapti mana. A minus b minus 41 minus 34 bo'ladimi? Mana qog'oz ochilsa. Teng. A minus b degan o'zi s ku. S minus 75 bo'lyapti. Ya'ni javobimiz boyagi s dan, mana bu s dan 75 ga kamayib ketdi. Mana javob ekan. 12 kishini 3 ta brigadega 4 kishidan qilib necha xil usulda taqsimlash mumkin? Demak. Birinchi 12 ta kishidan 4 tadan ajratamiz. Qancha odam qoldi? 8 kishi qoldi. Ularni alohida yana brigada qilishimiz kerak. Keyin 4 kishi qoldi. Ular o'z-o'zidan bitta guruh bo'lib qoladi. Hisoblab ko'ramiz. Demak 12 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paygan 8 faktorial taqsim 4 faktorial teng 8 faktorial qisqartirsam chakka qilaman ekanda, mayli endi. 12 faktorial 4 tasi mana bilan qisqarsa 5 6 7 8 9 10 11 12 taqsim 4 faktorial ko'paygan 4 faktorial 4 faktorial 24 12 ko'paygan 8 degan 96 bo'ladi.
96 ni 24 ga bo'lsak tepada bitta 4 qoladi. 4 kare 6 24 bo'ladi. Qisqartirsak yo'q bo'lib ketar ekan. 5, 7, 9, 10, 11 degan narsa qolar ekan. Hisoblab ko'ramiz. 5, 7, 9, 10, 11. 64650 chiqar ekan. Nuqtaga nisbatan asimetrik nuqtasini toping. Shunchaki simmetrik nuqtasi deyapti. Bu yerda A' simmetrik nuqta deyapti. Simmetrik nuqtani A' bilan belgiladi shunchaki. Mana uni tekislik deb o'ylasak 51 42 mayda bo'lsin. Mana 51 mana 42 bo'lsin-da A nuqta mayda turgan bo'lsin. Endi B nuqta -16 bo'lsin mana shu. -16 yu 53. Sal teparoqda bo'ladi ham. Masalan -16 53 mana nuqta bo'lsin B. Endi shunga nisbatan simmetrik bo'lsa, mana bu qancha o'ngdan kelgan bo'lsa, shuncha chapga o'tish kerak. Qancha pastdan yuqoriga chiqqan bo'lsa, yana shuncha yana tepaga o'tish kerak. A nuqta B dan qancha pastda bo'lsa, A' shuncha tepada bo'ladi-da. 51 bilan -16 ni orasi qancha? 67 mi? Unda -16 dan mana -16 dan yana 67 qadam chapga ketsa -83 ga boradi. 53 42 dan 11 ta tepada. 53 dan keyin yana 11 qadam tepaga chiqsa 53 qo'shilgan 11 64 -83 64. Soddalashtiring. 3 ni 3 ta birga ajratib har biriga qo'shsak. Mana A qo'shilgan B taqsim C qo'shilgan 1. A qo'shilgan C taqsim B qo'shilgan 1. B qo'shilgan C taqsim A qo'shilgan 1. Teng. Hammasini surati A plus B plus C bo'ladi ekan. Mana uni 1 ni C taqsim C desak, keyingisida B taqsim B, uchinchisida A taqsim A deb o'ylasak, mana shu holga kelar ekan. A plus B plus C taqsim B. A plus B plus C taqsim A. Ko'paygan A B C taqsim A B B C A C ekan. Xo'sh. Birinchi katta qavsni hammasi surati bir xil ekan, shuni ko'paytirish qilib chiqarib olsak. 1 taqsim C, 1 taqsim B, 1 taqsim A. Ularga mahrajni A B C deb bersak, birinchisiga ko'paytirishimiz kerak A B, ikkinchisiga A C, uchinchi kasrga B C. Ko'paygan A B C taqsim A B B C A C. Teng. Bu qisqarib ketadi, bu qisqarib ketadi. A plus B plus C degan chiroyli javob qolar ekan. Kasrni qisqartiring. Demak, surat ko'paytirishga ajratish kerak. Ko'p o'ylab o'tirmaymiz, mahrajda ajratib olamiz. Shundan bittasi tepadagiga o'xshaydi albatta. 4A minus 5B 4A plus 5B. Demak, tepada ikkita minusli qavs bo'lishi kerak. Chunki o'rta manfiy yig'indi. Ko'paytma musbatda, bunaqasi ikkalasi ham bunaqa minus bo'lganda bo'ladi-ku. Demak, bizga o'xshash uchun bittasi 4A minus 5B bo'ladi, ikkinchisi 8A chiqish uchun 2A bo'lishi kerak. 15B kvadrat bo'lish uchun 3B bo'lishi kerak. Ko'paytirsam 4A 2A 8A kvadratni beradi. 4A minus 3B minus 12B bo'ladi. Minus 5B minus 5B 2A ga ko'paysa minus 10B bo'ladi. 22AB ni berar ekan. 10AB bo'lganda. Minus 5B minus 3B 15B kvadrat bo'ladi. To'g'ri. Qisqarib ketib 2A minus 3B taqsim 4A plus 5B. Mana sizga javob. Rahmat.